shunday hikmat bilan go'zal bu hayot. Yaxshi niyatlar kishiga bo'lgaydir qanot. Mehr muhabbatga loyiqdir har on, mehr muhabbatni, oqibatni qadrlagan zot. Assalomu alaykum. Bugun mana shunday to'yxonamizga mehr muhabbatni, oqibatni qadrlab, qolaversa bir-birlarini bugun diydoriga oshiqib, yaxshi niyatlar bilan tashrif buyurgan aziz mehmonlar, hurmatli xonimlar va janoblar. Barchangizga xush ko'rdik, xush kelibsiz. Qadamlaringizga hasanotlar bo'lsin. Bugun shunday bir chiroyli sanada, ajoyib bir kunda, sog'lik salomatlikda yorug' yuz bilan didorlashar ekanmiz, yetkazganiga, ko'rsatganiga shukr. Albatta hammamizga yaxshi ma'lumki, mana shunday didor lahzalarni bugun o'ziga xos sabablari bor. Bugun yuqorida aytib o'tilganidek, ajoyib bir xonadon ahli bugun hammamizni eng quvonchli kunlariga taklif etarkan, bugun to'g'ridan-to'g'ri bu insonlar bilan, mana shu xonadon vakillari bilan ajoyib bir to'yni boshida turibmiz. Ya'niki bugun barchamizni Oqmirzayevlar ahli o'z to'yxonasiga chorlagan, xonadon ahliga to'ylar muborak bo'lsin. Yuqorida ham aytib o'tildi, rahmatli mana shu Shomirzo otamizni bugun farzandlari, yaqinlari bugun shunday chiroyli kunga mezbonlik qilyapti. Otamiz ruhlari shod bo'lsin, haqlariga duoda bo'lamiz. Qolaversa bugungi mana shu to'yni yana bir to'y boyisi ushbu xonadon sohibasi Toshigul onamizga uzoqdan uzoq umr tilaymiz. Doim shunaqangi yaxshi kunlarga bosh bo'lib, farzandlar, nabiralar, yaqinlar baxtiga sog' salomat bo'lsin deymiz. Bugungi to'yni yana bir qator insonlar esa hozirgina mana shu davramizda ko'rinish bergan Dilshod akam, hamda Zulayho opamlarning ham bugun quvonchli damlari, jondan aziz farzandlarni bugun yaxshi bir to'yiga sizni bizni taklif etib, bugun qo'ldan kelguncha barchamizni kutib olyapti. Biz esa akamizga, yangamizga to'ylar muborak bo'lsin, farzandlarini to'ylarini, yaxshi kunlarini ko'rishdan hech qachon charchashmasin, boshlari to'ydan chiqmasin deb chin dildan tabriklab o'tamiz. Bugungi to'yni qahramoni esa mana shu xonadonning qizlari avvalambor Sabrinaxon qizimizni bugun misol onaga bag'ishlangan katta bir tantana. Sabrinaxon qizimiz ham bugun fursat etib, barcha opa-singillar qatori bugun ota-ona uyini tark etib, mustaqil hayotga qadam bosar ekan. Biz esa mustaqil hayot ostonasida o'zini umr yo'llarini kuyovlarimiz bo'lmish Temurbek ukamiz bilan bog'lar ekan. 2 yoshga yana yaratganning nazari tushib, bugun ular umr yo'llari tutashadi. 2 yoshga ko'pni qatorida baxt tilaymiz. Yoshlar qo'sha qarasan, baxtli, saodatli bo'lsin. Ko'pni qatorida kelasi yil shirindan shirin farzandlar nasib qilib, ota-onalik baxtiga ham ega bo'lishsin deymiz. Mana shunday samimiy chiroyli tilaklarimiz bilan bugungi tantanamizni ochiq deb e'lon qilamiz. Bugun aynan shu nikoh kechaga bag'ishlangan tantana va shu bilan birgalikda bugun Fotiha marosimi ham o'tib boradi. Shu munosabat bilan ham xudolarimizni ham tabriklaymiz, bugungi xonadonni tabriklaymiz. Qolaversa mana shunday bir chiroyli damlarga sherik bo'lgan hamma mehmonlarga esa bugun Oqmirzayevlar nomidan boshimiz yerga teguncha ta'zim qilib olamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, dasturxonlarga marhamat deb sizlarni yana bir bor xush kelibsizlar deymiz. Endi bugungi to'yxonaga hammamiz ham albatta bekorga kelmaganmiz, rizqimiz qo'shilgan yetib keldik. Shu jumladan biz ham san'atkorlar guruhi shu xonadonda bugun xizmatda bo'lish nasib qilar ekan. Qo'ldan kelguncha bugun o'zimizda bir chiroyli chiqishlarimiz bilan ko'ngillaringni shod etish oliy maqsadimizga aylangan va buning uchun guruhimiz, ijodiy jamoamiz rahbari Dilmurodjon Shodiy boshchiligida chiroyli kuy qo'shiqlar, ajoyib